ketmişken deb o'ylaymiz. Hamda Dünya Uyghur Qurultayı to'g'risida gap qilish ortiqcha ish edi. Shundaq bo'lsa-mu bir kulkilik bir ishdan birisi ko'rildi oldimizda. Atalmış Uyghur ziyolilaridan 65'i. Albatta bunun içinde usulchi, naqshchi mutaxassislar bor ekan. Sal jafoda eplab-saplab santosh qizgandek qiladi. Bular Uyg'urga vakolatchilik qiliblar, Rishon Abbos va uningki oilasi, oila tabobatlarga sadoqatini bildiribdi. Tek saylan bo'lib bir adam chiqmay turiblar, sadoqatini bildirishga aldirab bo'pti bular. Bunda bu ish qanday qaraysiz? Ikki nuqtani deb qo'yay men avval. Birsi Dünya Uyghur Qurultayınınki saylamaga yoki ichki saylam yapış işlerine arlaşmam yok, arlaşmayman onunla. Çünkü ben başka bir hükümetke vekillik qilish üstünden yani başka bir teşkilatla işe arlaşmaya kaidede. Çünkü bu to'xtalmayman. Bunday şey to'xtalmayman. İkincisi bu 65 ziyali yani ziyali deb turay hozircha ziyalini xetini o'qidim. Bu ish to'g'risida to'xtalayman qisqacha qilib. Çünkü bunu to'xtalishimning sababi bu ish Dünya Uyghur Qurultayınınki ishidan olqib ketgan bir ishni oq ko'rinish qilganlik uchun bu oq ko'rinish qilinayotgan ish chet eldagi Uyg'urlarninki barliq siyosiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatib kelayotganlik uchun men bu nuqtadan to'xtalaman. Herkes Dünya Uyghur Qurultayini hakkında fikir bayan qilish ular baho berish nuqtasi emas. Fikir qilish baho berish boshqa bir kontekstda bo'ladi meningki, ramkada bo'ladi. Ma'noda emas. Xo'sh, bu 65 odamninki qo'l qo'ygan xatini o'qidim. Bu ma'ni e'lon qilinib ekan, hozir ko'z oldimda ichiqliq bu Bitter Winter'da e'lon qilinibdi, 9-oyning 2-kuni e'lon qilinibdi. Bu yerda ikkinchi deb qo'ygan gapim Roshan Abbosninki u bu gaplarni ko'rmadim buningda. Ama bunun da ben başka bir noktanı gördüm. Ben üzem köygen noktanı dep bireydi. Bunun da yani insanı içindirdiğin bir nokta var bu hatta. Nime diye vaxtda bula 65 adam şu kadar gazap nefret bilen eyüplep ketipti ki bir neç noktanı deptemde. Kısıkçılık kılay. Hem de bu Uygurçaga tercüm kılınmaganlık üçün nurgan bunu anlavatkan fakat Uygurçalarına düşündüğün nurgan kerindaşlarımız sel nime yapılış mümkün. Bunun da sen kaymak qilish mumkin. Qaymoqqa noktalarda şu xabarning o'zini ko'rib, shunamda ma Google'da avtomat tarjima qilsam tushunadi deb o'ylayman. Birinchisi bu xatning oq ko'rinishi 6-oyda 24 chet ellik va 45 Uyg'ur ziyolilarini o'z ichi olganligining bir parcha xat e'lon qilingan. Bu e'lon qilingan. Buning ichida biz biladigan va bizningki Uyg'urlar ve başka Türkiye xalqlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarta hozirgacha ovozini chiqarib turgan chet ellik mutaxassislar bor. Masalan, Darren Baylor var mesela bunun arasında. Jim Ross var ekan. Qatarlıqlar nomi chiqqan Uyg'ur tadqiqotchilari bular. Bular bilan biz nurg'ulg'an yig'inlardan ilgari bo'lgan. Bularningki Uyg'urlar bo'lgan hissdoshligi, qo'llashi va bular uchun qo'ldan keladigan akademik sohada olib berayotgan xizmatlar bor. Endi bu 65 odamning yozgan xati va ochiq xatga qarshi yozilgan xatdek qiladi bu yerda. Agar shunda bo'lsa, chunki u o'zimi debdi bu yerda, bu ba'zilar mushundaqa Dünya Uyghur Qurultayınınki obro'yini to'kdi, ham Dünya Uyghur Qurultayini hozirgacha qo'lga keltirgan esil utuqlarni ko'z yummoqchi yoki uni burmalamoqchi bo'ldi degandek ba'zi gaplarni ishlatibdi bu yerda. Bu 24 odamning da'vat qilib bamboshqa bir gap. U Uyg'urlarning ishini irqiy qirg'inchilikni burmalamoqchi emas, uni xalqaro uni cho'kamoqchi, xunuklaştırmoqchi yoki suyuldirmoqchi emas. 24 nima debdi desa, oddiy. Birisi bu cinsi setçilikle yüz bergendiğin iki teşkilat yani Dünya Uyghur Qurultayı ile Uyghur Kişilik Hukuk Projesi'nin ki bu cihette yapılan işleri, tekşirişleri, bayanatları, kılmışları doğru emez. Eğer bunu doğru kılanmasanlar bunu dikin bizdeki Dünya Uyghur Qurultayı ve ma projesinden ilip verildiğin
akademiya ilmiy nuqta ilib berilgan nurg'ulg'an faoliyatlarimizga ta'sir yetadi. Ya'ni biz sen bilan hamkorlashamaymiz debdi. Nima uchun degan vaqtda buni debdi. Sening bu ishlarni bartaraf qilishing demokratiyalik prinsip bilan bo'lmagan. O'qituvchi ovozlarni sen bosgan. Bu yerda sen bu ishlarni bartaraf qilishda uch quyruq bo'lmagan. Hem bununda sen ma'lum jihat ilib atgan g'arbning qimmat qarashini gavdalantirmading degan. G'arbning qimmat qarashi nima degan? Demokratiya. To'g'ri. Demokratiyaning qimmat qarashi nima degan vaqtda, mushunda bir ish bo'lgan vaqtida uni demokratik usulda jiddiy hal qilish kerak. Uch quyruq hal qilish kerak. Ondan ular Erkin Osiyo radiosiningki bir iliq nimasi bor-ku, Dolqin Aysolar o'tkazilgan bir nimasi ziyorati bor. Shuni tilg'abdi. Bu ziyoratninki bizningki Sharq Turkistonliklarningki chet elda aproqqa siyosiy faoliyatga ko'rsatgan ta'siri haqida bizmi hukumat va mundardagi boshqa mustaqillikni qo'llaydigan tashkilotlarningki qo'llash asosida bizmi ochiq xat e'lon qilgan. Bu yerda Erkin Osiyo radiosimi xatolik sodir qildi deyilyapti bu xatda. Ammo men shaxsan qarshim shunda Erkin Osiyo radiosi bular uzundan beri bir dayi yaratish ko'ydi bo'lgan. To'g'ri. Ammo o dayi yiqilgan vaqtida buni yulab to'g'izman deb, chapqin olaman deb ko'zi qariqib qolgan ish bo'lgandan keyin bu 24 mutaxassis buni tilga olgan. Hamda bu oq ko'rinish. Hamda bu yerda bu 24 mutaxassisningki tilga olayotgan gapining markazi nima degan vaqtida shikki. Sen demokratiyani talab qilaman, demokratiyani ilgari suraman yoki enigidek demokratiyani ilgari suradigan tashkilotning pulini olaman degandan keyin bunda ish yuz bergan vaqtda shu demokratiyaning prinsip bo'yicha ish qilmamsan deyapti. Xato emas uning gapi. To'g'ri. Ikkinchisi, sen uni uchiq demabdi. Ya'ni uni namada purt o'tib ketibdi. Debdiki, bizningki chet elda bizningki irqiy qirg'inchilikni dunyoga bildirishimizdagi eng cho'ng bir ishimiz bu ichki a'zolarning Xitoyning o'g'irlanishi yoki elinishidan ko'ra ayollarningki jinsiy tajovuzga uchrashini bildirash. Qanday bildirdik? Isbotimiz nima bo'ldi? Chet elga chiqqan oz sondagi guvohchilarning so'zi orqali bu guvohchilarningki o'z beshidan kechirgan inson qalbidan chiqqan bu jinoyatlarni so'zlash orqali biz chiqadik. Hamda bu bo'layotgan ishningki negizi nima desa, bu jinsiy parokandachilik. Bizning irqiy qirg'inchiligimizga eng muhim nuqta biz chiqara olgan. Bunday deyishimning sababi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida necha yuz xil jinoyat bor. Xalqaro jinoyatning o'lchamiga solsak, bizning xalqimiz beshidan o'tkazayotgan jinoyatlar ma irqiy qirg'inchilikning 5 kategorisini olib ketadi. 50 dan ortiq kategoriyaga chiqib ketadi bizningki. Ammo bizningki qilaligimiz faqat jinsiy tajovuzchilikni dunyoga bildiralashdi. Ta'limimizga. Ma baxtsiz millatning kichikgina bir ta'limi bu. Nima uchun? Shu ayollar chiqqanlik uchun. Albatta bir erqirindishimiz bor. U boshqalarni anglatdi. Ammo ayollarni beshkilatda bu ishni sen to'g'ri qilmasang, haq nima deydi ondan? Xitoy nima deydi? Sen mi chiqildi ekansan, biz seni qizlarga chiqilsak nima bo'ladi demamdi. Yani dememde Xitoy sen demokratiyani qilolmaydi ekansan, biz qilolmasak nima bo'pti deydi. Dememde. Ya dememdi ya. To'g'ri. İkki nuqtada o'zimizga qachon soldik bu ishda. Men bu nuqtadan so'zlayman. Men bu nuqtadan bugun da'vatim nimishqa? Chunki bu hammamizning ishi bu. Sen bilan kesibdi agar bu Turkiyadagi bir kichikgina bir o'zi qurib olgan bir tashkilotning bir baqonning bir Uyg'ur baqonning bir ishi bo'lsa-edi, va nima bo'lsa bo'lmasa o'tib ketsak bo'ladi. Hamda bu 65 odam bütün Uyg'urlarning chet eldagi dunyo Uyg'ur qurultining shon sharafini u qadar ko'tarib debdi. Uni o'ylamabdiki, bu qadar zo'r sharafga erishgan odam bu sharafsizlikni tuzuk hal qilsa bo'lmamdi deydigan gap bor. Qiziq yeri bu 65 odamning xetida bu jinsiy parokanchilik haqida bir ig'izma aytlash yo'q. Ular to'g'ri tushundida. Ya to'g'ri tushunsa meni butun gunohini sen nima qilib buni deysan menga 24 yil da'vatdan gap. Maqtaychi azazulluq ma bu. Meni eng cho'shkini
Bu 65 odamdagi Xitoy zihniyati. Nima debdi desa, sen ichki ishimizga aralashma debdi. Chet elda nima deyapmiz? Xitoyga deyapmiz. Ilgari dedik-ku. Kishilik huquq degan sening ichki ishing emas. Bu dunyoning ishi, bu insoniyatning ishi deb keldik-ku ilgari. Turli shakllarda. Biz Xitoyning u ishni o'zining ichki ish qilib, ishni taqab, bizni dumbalab o'ltirishni oldini olmoqchi bo'lgan. Axir shunday qildik-ku. Bizning ichki ishimiz deb turib oldik-ku. Nima buni o'zing ichki ishlamsam da bo'lsa? Yana bir yer debdi, inson degan gunoh o'tkazdi u bu debdi. Ey, gunoh o'tkazgandan keyin tuzuksan, apple surat qilsan bo'lmadimi? Ket boshdan ish tugaydi. Bu qadar so'zlab, bir ingliz bir gapga patqaqladim, milab yurib, so'rab yurgandek ish bo'lmaydi bu ishni. Hammamizning yuz yo'ruq bo'ladi. Bu chet eldagi nurg'unlagan tashkilotlar va davlatlar uchun ba'zi hollarda mayli sürgün hükümet olsun, mayli dünya Uygur olsun, o'xshash Uyg'urlar. Farqi yo'q. Qiziqmaydi bizning farqimiz hattoki ba'zilari. Bu jihat ilbatqa vaqtda bizningki nimamiz deydigan gapimiz o'xshash bo'lishi kerakda. Bu xil shaklda desak, 24 odamga qarshi turganda g'oliplash deganda qilsak, o'zimizni kajat bo'lgan bo'lamiz. O'ylamaymizki, biz bu yerda ifodalarimiz bir xil axloqsizlikni oqlashdagi yana bir xil axloqsizlik bu. Siyasi jihatdagi bir uçuk çıkan hamakatlik bu. Sen mesela bu yerda hech kim 24 mutaxassis Uyg'urlarninki irqiy qirg'inchilikni vayron qilma da'vatqani yo'q. Dunyo Uyg'ur qulutiniki yuzini to'kimami deb demabdi ular. Faqat buni demokratik o'zang degan demokratik bo'yicha hal qildi debdi. Endi buni 65 yiliga 65 kelsa 650 ga qo'l qo'ysangmi 100 ming tushkuni tushgan. Bu ahirda masxirlik yeri bu xat yanilla aşı 24 odamning gapini tasdiqlab turibdi. Sen xatolik o'tkazsang tananmaysan, o'zing uni bir taraf qilolmaysan, demokratik an'anang yo'q, boshqalarningki qarshi fikrdagilarning fikrini bossa, anadan bu vaqtda ig'iz ochmoqchi bo'lgan, zulmga uchirgan boshqalarning ig'izini ochmaysan. Biz degandik, buni sen bu xating isbotlab beribsan degan gap bo'ladi bu. Bu meni ansirtdi. Bu xatninki 2-tarafı mana shu. Ben bilmedim bunu o'qib baqdimmi, bu qo'l qo'yganim buni bilmayman men. Bu yerda bo'layotgan ishning nima uchun bu 24 odamninki bu yerda bu ishni da'vatqanligini bu analiz qilmabdi. Bu kadar bir xatgan bu hamda. Bu qaysi kallada yozganligini men tushunmadim. Gapim tugusin bo'ldi bir yerda. Rahmat. Buni sizning aytganingiz bo'layotganlar, buningdan oldinlar bir xat kelsa, o'ylaninglar. Bir teşkilatla oynamanglar. Men hozir bir teşkilat uchun gap qilmayapman. Bütün chet eldagi emas, bütün dunyodagi Uyg'urlarning o'rtaq manfaati uchun, bo'lganlik uchun men gap qilyapman. O'ylaninglar. Bu o'rtaq manfaat Uyg'ur kelamda bir odamning hayotini qutqizib olish yoki bir teşkilatni qutqizilish u arzimaydi. U cho'ngish emas. Eng muhimi hammamizning yuzi var bu yerda. Hammamizning manfaati var. Bir davlatning fuqarolarining bir davlatning manfaati var bu yerda. Buni o'ylanglar. Bu bizim qo'l qo'yishda ilgari. Qo'yab Padık oxşat qo'yaverman oldinga kelgan xatga. Ya bu bir cho'ng sharmanchilik bo'libdi. Endi umumdagi odamlarning ismi qarasaqmi, sal hayron qoldik. Endi uning ichida inglizcha o'qib tushunadiganlar qanchasi bor? Gerçi bizga vakillik qilib Uyg'urlarning ziyolisi bo'lgan bilan uni keyin ko'ramiz. Endi hozir